Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizdan mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Mana vatan xoyini bilan birga qiz farzand ko'rsam, qiz farzandimni Misrga tashlayman degan bilan birga o'sha to'rtta o'nni yo'qlar birga bo'lib olib, hammang bitta bo'lsang ham bitta az bo'lolmaysan. Bitta az bo'lolmaysan. Men sizlarga javob beraman. Hammang bitta bo'l. Hamma TikTok'ri menga qarshi chiq. Hammang yig'irib olib g'iybat qil. Lekin men bo'lolmaysan. Meni hech qachon sindira olmaysan, Sardor. Men senga deyapman. Alloh sindirmasa, sen islovot isqirt qo'tag'ini ko'rsatib yegan cho'rt hech qachon sindira olmaysan meni. Men mana shu so'zimni eslab qol. Qamalgan kuningdan men onangizga TikTokda otasi men bo'laman. Men mana shu kunni kutib yashayman. Ne zabuvay bilan nikahda biladi. Ish qilyapman yoki sovuqda ish qilyapman degan hayotda mana bu yerga cho'pni mana bu yerga olmaydi. Ustalar ishlardi, prosta ustalarning kiyimini olib video qilardi. PR-mi? PR. Shunda Alloh mana qasamini o'yin qilyaptimi? Endi men haqiqatni gapirib sizga yomon ko'rinyapman. To'g'rimi? Hop Bekxanda mavzusiga keladigan bo'lsak. Hop Aziz ustoziga sakrabdi, ko'tlik qilibdi. Bekxan nimaga Azizga sakrayapti? U ham ko'tlik qilyaptimi? Chunki 40 yil ustozim deb kelgan odammi? Hop Aziz nonko'r qilibdi, Sardorning nonini yeb nonko'rlik qilibdi. Ha Bekxan Azizning uyiga borib o'tirib nonini yemadimi? U nonko'rlik qilmayaptimi endi? Jiddiy aktivga qiziqib. Shunda aralashma, tomosha qil. Tomosha qil, bo'ldi. Men aralashmayman, menga tema kerak emas. Men yana aytayapman, menga sakrab qo'ygan joyga sakradim men. Men gapimni ham skipyaman, Sardorini ham, Bekxanini ham, Azizini ham, boshqasini ham agar gaplashaman desam. Prosta menga kimdir sakramaguncha men sakramayman. Go'yoki yigitman deysiz, xalqni ichida chiqib jar solasiz. Biz sizni asl yuzingizni yaxshi bilamiz. Yetar, bas, maskingizni yeching. Mardlikdan, jasurlikdan so'z ochasiz u eng pastkash ishlarni siz qilasiz. Ayoldan battar yashab ham o'tgansiz. Biz sizni asl yuzingizni yaxshi bilamiz. Yetar, bas, maskingizni yeching. Aziz menga hech narsa qilgan yo'q, men umuman ofshi aytyapman. Kimdir menga sakrasa deyapman. Menga kimdir bir narsa qildi demayapman. Allohim ismini bilmayman mana shu yerda. Haqiqatan hozirgi zamonda fohishasini bolasiga yoki fohishasiga haqiqatni gapirgan banding g'iybatchi bo'lib tuyular ekan. Ilohi ilohanda shuni zoti zurriyotidagi bor ayollarni fohisha qilganda kim haqiqatni gapirsa g'iybat deb yuraversin. O'zing ko'rsatib qo'y. Inson qalbi bu juda nozik narsa. Adolat faqat narigi dunyoda deb o'ylama, mana shu dunyoda ham bo'ladi. Ko'ngil Ka'badan ustundir, ko'ngilga ozor berma hech qachon. O'lsam u dunyoda javob beraman dema, bu dunyoda adolati bordir, unutma hech qachon. Kimki ko'ngilga ozor bersa, butun hayoti vayron bo'ladi. O'g'lingiz qani dedi? Amskiyapti. Nima qilay o'g'limi? Oldimda o'tirishim kerakmi? Jinni. Shuncha dushman to'layapti TikTokda. O'shancha bundan buyog'ini vafi yuzini ko'rsatmayapman. Larkiga kuyako.
Endi sen bilan boshlanadi yangi serial, chunki senga video qo'ydi dedi. Kim qo'ydi menga? Kim qo'ydi? Farhod video. Kim menga qo'ydi? Alaykum salom. O'g'lingizni taniyman dedi. Qayerdan taniysiz? Sardor menga video qo'ydi. Qo'ysin. Aka, Rossiyani qayerda? Chap tarafidaman. Qo'ysa. Eng katta temachi, chunki shu biz bir-birimizni bloklab tashlaganmiz-da. Men bilmayman, uni profillarini ko'ra olmayman. Chunki eng katta temachi o'zi. Salom alaykum, salom. Rossiyaga ketdingizmi? Shik. Aziz bilan muomala yaxshimi hali ham dedi. Aka, meni hech kim bilan muomalam yo'q. Muomalam yomon emas. Hamma bilan muomalam joyida. Faqat Sardor otasi onasi yaxshi ko'rganda keldi, ularga pul kerak. Aqlli qiz ekan mana shu qiz. Iminni haqiqatdan ham hozir hayotda bu o'ylab turgan narsani gapirdi. Qochib ketdingmi Rossiyaga? O fohishani bolasi Rossiyaga qochib ketilmaydi. Borasan aeroportga, pasportingni berasan, ular tekshiradi. Darning qanaqa, nima xatoying bo'lsa o'sha yerda piliq etib chiqadi. Chiqmasa hammasi toza bo'lsa, yo'l deydi. Yeningda amidan qochamanmi men jinnimisa? O ayinmidi u qochib ketgani. Va ayini sassig'amidan dading qochgandir balkim jinni. Dubaga qochib ketdilar dedi. Unda Sardor qaytib ketdi. Masalan, shu qaytib ketsin, qiynalib ketdilar yoma bora. Sardor aytdi-ku, qochdi deb dedi. Nima, Sardor ayini sikdim desa shani yuraverasan. Sardor shunda senga qarab, qani ayini sikdim men aka desa, borib ayindan so'raysanmi? Ayajon sizni Sardor akam sikdi deb. Dalfayapti. Dubayga qochib ketdilar dedi. Indamay qo'yavering. Biz hozir 3-4 kun yuraman, ko'p yurmayman, bir oy ham yurmayman bu yerda. 3-4 kun yuraman, qaytaman, undan keyin Gruziyaga ketaman. Gruziyadan kelgandan keyin 22-iyun tug'ilgan kunimda boshqachaga boraman. Nimaga loqila qochadi? Nimaga? Aka, onasiga nima aytdi? Biz onasi haqida hech narsa demayapmiz. Menda bir kun keyin ekan tug'ilgan. Biz ona haqida hech narsa demayapmiz. Nima yapıyor aka? Tinchda. Ayting gili. Ayting gili. Aka, hammani xatosi bor-da. U ham salimda o'ylash kerak.
auditoriyasi kuchli bo'lgani bilan, soqqani zo'r qilgani bilan, odamlarning oldida pezes bo'lgani bilan hech kim odamlarni o'ylamaydi hech qaysi videoshi. Men sizga serios aytyapman. Hammasi o'zini nafsini o'ylaydi xolos. Alaykum salom. Siz jon kuydirib yurganingiz bilan siz uchun hech kim jon kuydirmaydi. Tushunasizmi? TikTokda zo'r hurmat ko'rsatgan bilan hayotda ota-onani hurmat qilishni o'rganish kerak. Tushunasizmi? Odam, inson mana shunday bo'lishi kerak. O'z dadasi, o'z otasi o'lib ketgan bo'lsa ham, borib bundoq qabrida turish kerak. O'lib ketgan bo'lsa, alkash bo'lsa ham yonida turish kerak. Ota u, ota. $10,000 pul topdim, $5,000 pul topdim deb otani qabrini yoki o'zini unutib yuborish kerak emas. Tushunasizmi? Ona kim bilan yashasa, o'shani dada deb ketish kerak emas.